Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Sayati zamanun ala ummati. Ummatim uchun hali shunday Allohim, menga dunyo ne'matlarini ko'paytirma, toki tug'yonga ketmay. Shuningdek, mehroblarda janjal, masjidlarda to'polon. Shuncha g'am tashvish, ummat halokat. Birdagi suhbatimdan xabarman. Shodam demang. Bozor bebaho ketganiga yig'layman. O'zim yetmay qadriga. فرش التراب يضمني هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي. Bir yigit o'z xonasida vafot etdi. Shunda eshikni ochishga harakat qilishdi, lekin ocha olmadilar. Onasi yordam Bugun amal qilishga imkoniyat bor. Hali hisob kitob yo'q, lekin ertaga hisob kitob boshlagan payt Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u bilan Allohga eng ko'p yuzlangan duolari bu: ya muqallib Subhanalloh walhamdulillah. Hoy ijtimoiy tarmoqlarda o'zidan mashhurlik yasab olgan yarim ochiq yalang'ochlar o'lim. Bu yer yuzida hech kim seni otangdan ko'ra ortiq yaxshi ko'rmaydi, senga g'amxo'rlik qilmaydi. لو كنت غامض عيني أو تأخذني. Qiyomatda inson 3 narsadan juda qattiq pushaymon bo'ladi. Birinchisi, Allohning arshini ko'tarib turuvchi farishtalarning qulog'i bilan yelkasi orasidagi masofa 700 yillik masofadir. Jibril alayhissalom kelib aytganda, meni ummatlarim bir hafta qolganda ham g'aflatda yuradiganlar. Vaqt keladi albatta. G'am vaqt ham tugaydi. Alam davri ham o'tadi. fikr qilib ko'rganda birodar, faqat jiddiy fikr qil. Jiddiy o'yla. Kallangni band qilib turgan hamma Payg'ambarimiz duo qilganlar. Allohumma urzuqni hubbak va hubb man yanfa'uni hubbuhu. Mavlona aytgan ekan, bir kun kelib ochilmaydi degan gullar ochiladi. Biz xuddi jannatdan o'zimiz joyimiz aniq qilib buron qilib qo'yganmiz-ku, ko'nimiz to'q, ha-ha otib,